Sizda ham daromadingiz kammi va qanday daromadingizni oshirishni bilmayapsizmi? Keling, men sizga zo'r bugun strategiyani bermoqchiman. Marketingda asosiy 5 ta qadam bor. Bu qadam sizni daromadingizni oshirishga sababchi bo'ladi. Bugungi kunda ko'pchilikda uchraydigan xatolardan bittasi bu sotishga urinish. Aslida sotishdan oldin nima qilish kerak? Mana shu 5 ta qadam bor. Mana shu 5 ta qadamni biznesingizga to'g'ri qo'ysangiz, siz sotuvlaringiz va daromadingiz ham oshadi. Keling, birinchi qadam bu tanilish. İnsanlar sizni tanish kerak. Agar sizni tanimagan inson mahsulotingizni sotib olmaydi. Biz nima qilamiz? Faqat bizni tanimagan odamga ham sotishga urinamiz. Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz meni taniyapsiz. Ikkinchisi bu ishonch. Agar siz menga ishonsangizgina mahsulotimni sotib olishingiz mumkin. Men sizga ishonishingiz uchun foydali bilimlarimni ulashyapman. Agar siz ham o'zingizni mahsulotingizni yoki xizmatingizni sotmoqchi bo'lsangiz, odamlarga uni foydaliligini va uni xususiyatini ko'rsating. Odamlar sizni mahsulotingizga ishonsin yoki xizmatingizga ishonsin. Uchinchi qadam sotish. Sotish ham juda muhim. Agar siz faqatgina sotishga urinsangiz, mijoz sizdan qochishi mumkin. Qachon odamlarga uni muammosini, uni og'rig'ini yechim beradigan xizmat taklif qilsangizgina siz yaxshi sota olasiz. To'rtinchi qadam esa bu g'amxo'rlik. Agar siz mijozlarga u kutganidan ko'proq narsani beradigan bo'lsangiz, u sizga doim mijoz bo'lib qoladi va har doim sizni tavsiya qiladi. Bu 5-qadam. Agar sizni tavsiya qilayotgan odamlar demak yo'q bo'lsa, demak siz g'amxo'rlik qilmayapsiz. Keling, mana shu biznesingizda 5 ta qadamni ketma-ketlikda qo'ying va daromadingizni oshiring. Agar daromadingizni siz ham oshirib 2x, 10x gacha oshirishni xohlasangiz, meni yarim soatlik konsultatsiyamga yoziling. Bu konsultatsiya mutlaqo bepul. Men sizni muammolaringizni, og'riqlaringizni o'rganaman va unga to'liq yechim beraman. Konsultatsiyaga yozilish uchun afishaniyada silka qoldiraman. Ushbu silka orqali ro'yxatdan o'ting.